Amir Temur o'rta asrlarning buyuk Turkiya askari va qo'mondoni. Temuriylar imperiyasi asoschisi. Oltin O'rda, Mamluk sultonligi, Dehli sultonligi, Usmonlilar davlati, Kavkaz va Erondagi davlatlarni yengishi ortidan musulmon olamining to'la yetakchisi, yeri 4,4 million kilometr kvadratga yetishgan 14 yuzyillikning eng kuchli davlat quruvchisi, 35 yillik boshqaruvi va yurishlari chog'ida biror urushni yutqazmagan qo'shinboshi, o'tmishda ko'rilgan 3 ta buyuk harbiy taktik urush va yurish qo'mondonlaridan biri, Temuriylar uyg'onish davri asoschisi, ilm-fan, me'morchilik, san'at va adabiyot homiysi. Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh, ya'ni Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tavallud topgan. Rivoyatlarga ko'ra, u qo'lida qip-qizil qon bo'lagi bilan, sochlari esa mo'ysafid kabi oppoq holatda tug'ilgan. Bunday holat Chingizxon haqida ham gapirilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Mavarounnahrda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Boshqaruv yillari davomida Amir Temur feodal tarqoqlikka barham beradi. Fransiya, Angliya, Kastiliya kabi yirik Yevropa qirolliklari bilan savdo-diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yadi. Afsuski, Amir Temurning vafotidan so'ng G'arbiy Yevropa bilan savdo-sotiq diplomatik aloqalar nihoyasiga yetadi. Amir Temur tarix sahifalarida Aleksandr Makedonskiy, Dariy I, Yuliy Sezar kabi yirik sarkardalar bilan bir qatorda turadi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchisi sifatida gavdalanadi.